Bo'ldi aka, maslahatlashib bo'lmasa sizga aytaveraman. Aloqada bo'lib turamiz a. Boburjon, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Firdavski, yaxshimisan? Telefonlar tinmayapti, mijozlar skitkami, bonusmi, nimadir qilib beringlar deyapti. Nima deysan shu fikrga? Haqiqatan abi, safarlar bilan bo'lib ozgina chaqilib qolamiz. Kecha yangi mahsulotimiz kelgan omborga, yur bo'lmasam birga yo'lakay maslahatlashib ketamiz. Haqiqatan Firdavs so'ratasan, mijozlarimiz orasida anchadan buyon taklif bo'lib yuribdi. Yana qachon skitka qilasizlar, qachon skitka qilasizlar deb kommentariyada yozayotganlar, qo'ygan nomerlarimizdan telefon olib so'rayotgan mijozlarimiz ko'p. Shular uchun chegirma yana e'lon qilamiz. Yangi partiyamiz kirib kelgan 20 ta kolleksiyada. Xo'p, bitta taklif beramiz hozir. Sizga ham bitta taklif beraman-da. Chegirma qilib beramizmi yoki yangi kelgan mahsulotimiz bor, o'shani bonus sifatida qilib beramizmi? Ma'lumcha mijozlarimizga manfaatli bo'lishi uchun yangi kelgan mahsulotimizni bonus qilib berganimiz yaxshiroq bo'ladi. Qolgan ma'lumotni o'zing to'g'ridan to'g'ri berib o'tasan. Yana bitta narsani aniqlashtirib olamiz hozir. Narxi o'zgarmagan holatda bonus qilib beramizmi? Yo'q, narxi albatta o'zgarmagan holatda. Chunki bu yoqda yana narxni o'zgartirsan agar tushunmovchilik bo'lib qoladi. Biz aynan skidkalarimizni o'sha eng xadavoy mahsulotlarimizga berib o'tamiz. Hech qanaqa buni inobatga qo'yamiz. Qolgan mahsulotimiz uchun emas. Xuddi shunday. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, yangi kelgan mahsulotimiz bor. Bu mijozlarimiz uchun ancha manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatishda davom eting. Bonuslarni e'lon qilamiz. Like va podpiskani ayamaysiz. Biz boshladik. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, apparatlarimizni ko'rib turibsizlar. Kelganiga 2 kun bo'ldi. Yangi partiyamiz 428 modelimizdan 20 ta kolleksiyada kirib kelgan. Shuni 10 tasiga xudo xohlasa bonus qilib beramiz. Hozir sizlar bilan qisqacha obzorini qilamiz. Xo'p, apparatimizga keladigan bo'lsak, 0.8 kublik mishalka, ya'ni 750 talik GV 750 talik mishalka deydi. 11 kilovatlik motor hamda ichlari bron qilingan. Har doimgidek faqat eng zo'rini Xitoydan zakaz qilamiz. Apparatimizga keladigan bo'lsak, 428 avtomat upravleniyalari bor. Pol avtomat hamda avtomat qilib ishlataversangiz bo'ladi. Video davomida shitini ham ichlarini qo'yib o'tamiz xudo xolasa. Komplektatsiyasi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, komplektida ikkita qolip, ya'ni ikkita matritsasi bo'ladi. Xohlagan razmerda xohlovchilar uchun 17 ga 35, 19 ga 39 kolonnani qolipi, xullas ikkita qolip komplektiga qo'shib beramiz. Lentalarini 5 metrdan 6 metrga uzaytirganmiz, motorlari ham o'shanga mos qilingan. Ancha qulay bo'lishi uchun mijozlarimizga. Bitta lenta, ikkita tachka, qo'shimcha $200 turadigan, $250 atrofida turadigan zapchastlarini qo'shimcha ravishda komplektiga qo'shib beramiz. Hozir apparatimiz sotilishi O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalari bilan $12,000 sotilyapti. Xo'p, shu komplektatsiyaga hozir yangiligimiz bor. O'sha yangiligimizni sizlarga tanishtirib o'taman. Xo'p, bu stabilizatorlarimiz har bittasi 10 kilovatdan Iminna Aziya Texno Group'ni zakazi bilan Xitoydan kelgan. Xo'p, 3 ta stabilizatorimizni har bitta fazaga qo'yish kerak. Ya'ni kim 30 kilovat bo'ladigan bo'lsa, apparatimiz 10 kilovatdan 30 kilovatlik stabilizator kerak bo'ladi. Bu stabilizatorning ko'chada sotilish bahosi $250, $300. 3 tasini hisobga olganda hozir $900 atrofida bo'ladi. Mana shu narsani 12,000 dastavka ustanovkalari bilan 28 modelimiz sotilgan. Narxi o'zgarmagan holatda stabilizatorlarimizni uchalasini 3 ta faza uchun komplektiga qo'shib beramiz. Hamda eng muhim joyi stabilizator bilan apparatlarimizni ishlashi motorlarigacha 1 yil garantiyasini qilib beramiz. Bepul servis hamda garantiyalari bo'ladi. Gap yo'q Firdavs, ma'lumotni zo'r tushuntirding. Eslatib o'tamiz, ushbu bonusimiz 10-maydan 30-maygacha amal qiladi. To'liq komplektatsiya hamda 100% to'lov asosida. Bizni qayerdan kuzatayotganingizni kommentariyada belgilab keting. Ushbu video sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa yoki shu biznesga qiziqadigan tanishlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Aziya Texno Group bilan siz bir qadam oldindasiz. Hammaga rahmat.